Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim. Qarang, bizlar vaqtiga track change faol qildik. Track change taqriban xalos edi, bir shunchasi qolgan edi, keyin bir track change beray, men faol qildim. Faol qilganlari vaqtiki men homdan bordim, men bunga bold qildim. Qarang, bizdaga nishona qilib ketyaptiki, ya'ni seni nima bold bo'ldi. Xo'p, va color berdim, berdim red. Qarang, aytdiki sen red berding, bold qilding. Size-ni ham qarang, men katta qildim. Ko'rdingiz? Shu narsani agar reviewni ichiga, shuni optionning ichiga beradigan final bilan ikkovini ko'rsatib, faqat original bilan markupni baqib qo'yadi. Ya'ni original baqqa markup ishlangan narsani bergan. Agar men aytsam, yo, ham o'zini ko'rsat, ham ishlanganini baqib ko'rsat. Buni ham ko'rsat. Keling gap bir optionini ustiga bir komment ham berib qo'y. Shuni ham boshiga. Xo'p, komment ham qilib berdim. Endi meni maqsadim bu bir option bor, track change da optioni. Shu optionni borasiga men sizga gaplamoqchi edim. Balki shu option nima ish qiladi. Sir bu bor. Vaqtiki men track change faol qildim, bir kalimani shuning ichiga men insertion qilsam yo deletion qilsam, menga nima raqam bo'lsin? Agar men bir kalimani shuning ichiga izofa qilsam, menga tagga nima beradi? Underline, color, behavior. Matlab o'sha rangni shuniki deb beradi. Mana qarang, meni matlabimdagi bu, keling deletationni men sizga ko'rsatay. Ahmad Xolid shu yerga bitilgan. Men xohladim shundan dini delete qildim. Nima berdi? Strike out berdi. Ko'rdingiz, strike out. O'sha shu yerga strike out qo'ygan inoq. Kelib qarang, track change optioni ichiga deletionga nima qo'ygan? Strike out. Color boyotur musannif tarafdan. Ya'ni matlabi ko'p, siz imkon bor bu colordan bera olasiz. Vaqtiki men buni berdim, qarang, rangni farq. Sirf deletationniki. Insert matlabni mana aytadi, shuncha siz bir kalimani izofa qilasiz. Izofa bergan tagiga underline berdi, bermadi. E'ni tagiga ko'rdingiz, tagiga bir underline berdi, qizil boshqasidan boshqa. O'sha qayerga qo'yilgan insertationni ichiga kelib qarang, underline qo'yilgan. Say bo'ldi? Xo'p, vaqtiki men bunga change qilsam qandoq? Color change qilgan narsamniki berga baqa keladi, outline shakliga ko'rasiz bergan hammasini. Buni ham siz agar outline berasiz, left border, right border va strike out ham siz underline, comma, har qism hidden. Matlab men xohlayman delete bo'lgan menga ko'rinmasin. Nima qilay? Hidden qiling. Deyqa. Ko'ring. Olanki delete bo'ldi. Agar men bil farz reject desam, shu pilla tamom tag'irotni past baynan ketadi. Mana qarang, men borib reject dey, D javob joy to'xtatdi. Tamomisini reject olga uray siz berdan. Yes. Keling berga reject ol qiling. Qatim. Chunki men nimaga changes qildim, pas qabul qilmadim. Reject qilib qo'ymadim. Change faol qilasiz, matlabimiz bu shu sizning vayroyishingiz qabul yo reject. Yana fast track change faol keling, yana meni matlabimga ko'ra rang berdim, Ahmadga yo bold qildim, buni ziyofa qildim rangini va g'ayrasini. Ana shu bir tanzimotni deyna va buni ichiga maga siz kirasiz, comment va g'ayra berasiz, tanzimotingiz. Begacha qilib bildingiz. Kommentga masalan men shaqqa bir tafsir bermoqchi edim bor. Rangi nima? Boy otur. Otur ma'noda musannif tarafdan, odur tarafdan bo'lsin. Keling men komment beraman. Qarang, kommentga men bega bityaptim. Kalorini boy odur men qo'ydim. Men xohlayman pas qarang, bega o'zining kalori bor. Qizil emas, faqat tafsiriniki. Men xohlayman shuni optioniga comment kalorini men change qilsam. Nima desam, men xohlaymanki blue color bo'lsin. Qarang, kommentingiz nima raqam rangga kelyapti. Shuni ko'rasiz kommentni o'zini. Video color. Xo'p, qanday colorni comment qilib change qilasiz, bu yerdan change qiladi. Say bo'ldi. O'rgandingiz, xo'p. Bu markabizniki edi. Marka matlabi ku mana shuni nishonaga shaqqa keladi. Delete, insert qilmoq, change qilmoq, comment bermoq. Xo'p. Degan bizlarga bor move. Agar siz track moves, agar bir narsani nishona qilibsiz, shuni shu yerdan intiqol bermoqchi o'tiz bor. Move from. Nima bersin? Double strike out. Agar move to bir narsa joyiga borsa, o'rga nima narsa berasin? Single strike out. Masalan, shuni shu yerdan siz intiqob qilasiz, Ctrl X, keltirib bergan. Ko'rdingiz nima narsa berdi o'rga? Deb betini ko'rasiz. Ctrl V qiling. Qarang, berga nima raqam bizlarga strike double nima line beradi? Bu joyga keltirib bizlarga move qilsak nima raqam shakl beradi? O'sha narsa bizlarga qayergadi? Beri kelasiz. Buni ichiga bega ko'rasiz. Agar buni qo'yib double strike yo color only rangi bo'lsin bo'ladi. Bu move the kill. Degan bizlarga bu table sil highlight. Ya'ni men xohlayman bir sil insert qilaman, silni izofa qilaman, silni tag'yir beraman. Nima raqam bo'lsin? Silni qayerdan insert boradi tablening ichiga? Tabledan shu raqam olib keladi. Bu bizning table biz oling kichini qarang, nima raqam rang bo'lib to'xtatdi. Men qarang, qaro formatga to'xtatdi. Kichini qarang. Ko'rdingiz ichidagi narsalarini. Shu narsaga borib change qilaman desangiz,
Bizdagi yana revenue ichiga bor. Kelasi shu yerga table series bor. Qanday raqam, nima raqam? Agar men bir farz silda delete qilsam nima raqam rang bo'ladi? Pink color delete qilsam. Agar silda merge qilsam, yo'q ikkovini merge qilib formatdan bir o'qib o'yna, ikki silda birga qo'shsam, nima raqam color beradi? Yellow color beradi. Agar ikki silda 4 ta taqsim qilsam nima raqam rang beradi? Qanday taqsim qilamiz? Masalan, shu silda bor edi, B ga keladi, ikki taqsim qiladi, split qiladi. Nechtaga? Ikkitaga. Shuni colorini nima raqam bo'lsin ko'rasiz? Shuni ichiga. Bu colorini. Agar sen avtomatik silda insert qilib qo'ysam, shu gaplarsiz anjom qilasiz. Qayer revenue ichiga optionga shu joyga mana shu colorlar bo'ladi. Deka formatting. Men rang beray berdim, shu yoqqa balon kelmadi formatting qilasiz. Formatting nima raqam bo'lsin? Hech narsa. Ol qarang. O'ziga ma'lum to'latdiki, men shuni qizil rang qildim va g'ayra qildim. Shunga menga nima berdi? Hech narsa. Ol qarang, mana bu shaklga. Men avvaliga. Ol qarang, shuni format qilib qilmadik. Qizil rang berding-a? Qizil rang berganlar shunga biror narsa, biror underline va g'ayra berimmi? Yo'q. Men xohlayman formatting aga underline desangiz, berga keling nanga qo'yilgan-a? Men aytaman bold qilsin kalarini. Bold color bold only. Color only bo'lsin. Yo men xohlayman tagiga underline ham bersin. Tagiga qarang underline bor. Shu qaysiki bizdagi format. Masalan, borib shu yerdan format qilasiz, qarang. Bold qildi, tagiga bir qo'shib qo'ying underline bor. Lekin underline albatta qizil colorga, o'shancha men sizga shuni ko'rinadi. Vaqtki kalarimdan birga bo'lib, vagarna agar siz underline kalari ham nima raqam bo'lsin, agar qarab biluvding, o'zi yaxshi ma'lum bo'ladi. Holanki men bu yerdan borib uni bold qilib edim. Rang ko'kka ko'rindi, lekin ko'kka ko'rgan agar men accept desam ko'k bo'lib demaydi, avvalgi rang bo'ladi. Qandoq? Kelasiz qarang, bu yerga men revenue ichiga. Agar bil farz accept ol qiling, rang o'sha qizilga qoldi, ko'rasiz. Ya'ni matlab ediki, bu sizni ko'zingiz uchun ko'k colorga bizlarga ko'rinadi o'shani changes. Shu yerdan borib bu yerga shu narsa dedi. Xoddiga bizlar vaqtiki bo'linki mana buni bo'lim deb bo'ladi, ko'rasiz? Shakliki bizlarga shaxchaga bo'linkada shuni soizi qancha bo'lsin, qayq tarafga kelsin, left right va ingliz bilan forsiga. Biron vaqt aning gapiga kommentingiz ustiga inoqing. Agar siz kommentni birsiz fors tarafdan bo'lib qayq qo'yib to'qasin. Chap tarafga. Bu biloni chap tarafga. Mana shu kommentni qarang, kommentni men qayq tarafga to'qatdi. Men xohlayman chap tarafga borsin. Shuni birda so'raysiz, shuni qayq qo'yib ketasang. Bir left right directioningizda agar o'tmasa, kelib shu yerdan siz direction leftga change qilib qo'ya olasiz. To'shtis forsiga agar bir farq o'tmaydirsa, shu yerdan shuni siz tanzimlaysiz. Bu sizga ko'rinmaydi. Bir left right. Bu size degan. Qancha inchga size bo'lsa, measurement biz percentage yo inch. Masalan, muncha inch katta bo'lib ketaversin. Ha, boshqa hammasi paper va g'ayra shu tanzim. Ha, degan bizlarga protection degan o'qib edik. Chunki o'sha Microsoft Security ichiga. Bir protection ki bizlarga block out'ga qulf degan matlabdan kor bermaydi, nima uchun kor bermaydi? Sizga men aytib kor bermaslik bu ki siz inshaalloh Microsoft Office'da yangi Office'da barnomalarni bir protection qildingiz. Barnoma nimada? Word. Agar siz bir programma degasi va Microsoftda internetga fayllaringizni qo'yib berasiz. Chunki meni sizga server unda va g'ayra bir internetimiz bor. Internet hamisha kunlik men faylimni qanday qilib imkonini bergan bor. Masalan, mazorga va g'ayraga shu foydadan istifoda qiladi meni faylimdan. Men shuni xohlaymanki internetga qo'ysam. Internetga qo'yib saytga aytib beraman-da. Chunki workspace'im bor. Men workspace Microsoftdan olaman. Qayerdan bo'ladi? Bir software bor Office'ning ichiga agar siz inshaalloh kelsangiz, Office'dagi komilani o'qisangiz, banomi bizlarga Microsoft SharePoint yo Workspace otgan. Ochdiz, aytadimi Workspace yo SharePointni kuchli qildingiz? Xo'p, shuni qayerga qo'yasiz so'ra? Workspace sizga creating an account, deganda create a new account. Nima qilasiz? Next qilasiz. Email bozmi? Bali men email adresim bor, Hotmailga inshaalloh olib o'qiysiz. Next qilib vaqtiki Microsoftda Workspace bo'ldi, sizga hofiza beradi. OneDB hofiza. OneDB gacha fayllaringiz internetga hamisha har kompyuterga har joyga qilib boring, chunki siz akkauntingizda. Shu akkauntingizni o'zidan boshqa bilmaydi. Meni g'ayzni oldiga va ikkovlaringiz shunchaki narsani ishga olasiz. Siz xohlaysiz shu Workspace'dagi narsani men authorities block qilsam, matlab bu katta tartib. Bashart qilingan internet connect bo'lsa, shu Word'imdan qo'yma o'sha joyga, xohlayman shu faylimda Word'dagi nafar tag'ir bera olmasin. Qayerga ishlayotgan? Workspace'ga meni faylimdagi tag'ir bera userlar bor, yana rafilar kimga berilman akkauntni, bu menikini tag'ir bera olmasin. So'ra u vaqt bizlarga bu nima bo'ladi? Available bo'ladi. Bashart internet workspace'im menga bo'lsa. Keldi gapiga bir narsa bor, kompyuter muqoyisa qilishlik, ikki dokumentni bu ham shuni structure borasiga qaraydi. Matlab bu. Siz bir e'lonnoma tuzatasiz. Keling, men e'lonnomani past o'zini ochay. Bu taxtda. Siz nechta e'lonnoma otga bizlarga bo'lamiz. E'lonnomaga yordam beramiz.
Buni ko'rdingizlar. Men endi buni nima ish qilaman? Tag'yir beraman, vayrosh beraman, save as qilaman. Save matlab save as. Qarang. Rangini nima qildim? Men misolga zoomroq qilay. Xo'p. Keldim, men xohladim bunga rangi nima raqam bo'ldi? Qizil. Buni ham bu color berdim. Ko'rib ketasizlar, vayrosh yo tag'yir deyman bizga. Xo'p, men tebalda hammasini intiqob qildim, select. Bu yerga keldim men tebalda ichiga tebalga. Layoutga keling, selectingda borasiga. Cho'g'im belga. Bizdaga select all table qiling. Vaqti tebalda hammasini select qildi, siz xohlaysiz bunga dizayn bersangiz hammasiga bizdaga shadow colordan kelib hammasini backgroundiga bu colorni bering. Xo'p, vaqtga buni men bordim foydan save as qildim. Save as matlabki undan g'ayr boshqa bir otiga men driver diga borib buni bir otiga save qildim. Save bo'ldi SP. Avvalgisining ham farq bo'ldi bu mana. Men xohlayman ikki dokumentni bir-biri bilan muqoyisa qilsam. Ya'ni matlab buni bilan nima farqi bor? Accept qilay, reject qilay. Qayerga boraman? Reviewni check qilasiz. Faqat bizlarga compare va to document intiqob qiling. Qaysidir. Birtasi inoga bizlarga itlonoma otga mavjud mana shu yerda. Ko'rasiz itlonomani. Shuda birtasi ham bizlarga SD. Ko'rasiz shu yerda yangi SD bitgan. Okay. Ikkovini ikkovini nima different bor bizlarga ko'rsatadi. Ko'rasizlar baxt tarafga panelni ichiga o'zi ko'rsatyapti. Nima different bor. Say bu format bo'lgani bu user. Qir tag'yir etdi, qaysi sizga qarang. Review panel ichiga o'zi ko'rsatib to'xtatdi inoga. Matlab bu bor. Bega user qaysi user tarafdan? Hammasi Ahmad tag'yir bergan. Masalan, font color qaysi shaklga bo'lgan bizlarga bu? Ko'rasiz buni? Va bu nima raqam bo'lgan? Red color bo'lgan. Bu glue berilgan. Va hamchon format table format bo'lim bo'lgan emasmi? Table format bo'lgan va hamchon bu table bizlarga format bo'lgan. Xo'p, vaqtiki siz shu shaklga muqoyisa bo'ldik-avi. Original qanday? O'shani hammasini close qil. Sizga tayinki. Qayerga boradi? Reviewni nimani ichiga computerdan bir two documents doling. Bittasi itlonoma edi otga. Xo'sh, itlonoma, bittasi ham SD edi bizlarga. Shu ham itlonomani save as bo'lgan tag'yir berilgani. Xo'p, ikkovini qarang muqoyisa bizlarga nima tag'yir ko'radi? Ishora tag'yirotini. Qarang, bu uni bilan nima farqi bor? Ikkovi ham bizlarga ko'rinadi. Ya'ni unga tag'yir bo'lgan. Bu narsa bo'libdi, bu narsa bo'libdi. Oyo shuni siz accept qilasiz yo reject? Agar shu ikkovini muqoyisa qildim, ikkovini shuni tag'yiri bor, uni bilan buni shuncha farqi bor. Agar accept desam, bu yerdan borib men nima ish qilyapman? Accept ol. Men aytam backor emas, shuni tag'yirlar reject bo'lsin. Pas, bu ham baynaniki. Matlab bu bo'ldiki, bu sizning nimangiz KSD otga save bo'lgan, pas o'sha avval holatiga qoldi. Qarang, shu yerga men tag'yir berdim. Pas avval holatiga keldi. Agar save qilsam pas o'sha avval holatiga bizga save beradi. Agar beg'araz save qilmayman, pas plus qilsam-ku, bu degan o'shanga ketadi. Ko'rasiz, check compare nima ish qildi. Ikki dokument o'rtasiga bizga nima ish qiladi? Muqoyisa qiladi, nima farq voqea bo'ldi. Agar masalan birtasini kopiyasini siz oldingizga olib qo'yibsiz bir dokumentni, birtasini birdaga berasiz, shu dokument ayni cheyiz. Ishlab borib ko'rasiz, nima ishlabdi, nima izofa bo'libdi, nima narsani hazf qildi, nima rang beribdi. Bir dokument, bir fayl, Excel bo'lsin, Word bo'lsin. Bir fayl. Ko'rasiz, shu kitobingizga nima xat bitdi, nima izofa qilibdi. Hammasi ko'rinadi. Qabulingiz bo'lsa accept qiling, agar g'alati bo'lgan bo'lsa nima qilib qo'yasiz? Reject. Degan pas o'shani o'zingizning kitoblarda ustida yashadi. Ko'rasiz, matlab hadafiga to'shdiz. Bu uchun bizlarga istifoda bo'ladi. Qaysi? Bu? Yo, bu avval tanaga. Bu meniki emas. Bu tebada chunki bizlarga uni bilan birga ziddiga bergan bo'lsa, accept. Yo, avvaldan accept bo'libdi. Yo, buni bilan birga emas, uni bilan o'sha dokumentga. Chunki shu ham o'shani ichiga mavjud. Xo'p, bu compare restrict qo'y. Qoldi bizlarga faqat bir view, ya'ni Word ichiga view tab. Keldi view tab ichiga bizlarga nima narsa bor qarab ketavering, hech narsasi yo'q, chunki o'qigan narsamiz. Agar men safhani chop qilmoqchi edim bor, qaysiga qo'y? Agar men kitobni o'qimoq qasdim bor,
qaysiga qo'y? Reading lat full screen. Mana qarang, men boraman kitob olib kelaman. Open qilay. Masalan, menga kitob bor. Bir daqiqa to'xtang. Safani betiga bormaydi. Mana shu. Oching buni. O'zingizning qaysilarga to'xtatib olish bilan shu print layoutga chop bo'lmoq shaklda. Men aytaman, o'qimoqchi o'tim bor. Bir safa ko'rsatib. Sonra bir safani next qilib o'tkazasiz, mana tagiga qarang. Sayrada reading layout. Agar xatni soyzini katta, kichik bergan option bor. Bot menga xat qancha ko'rinsin, qancha katta bo'lsin, xat soyzini increase, decrease va g'ayri hamma shu optionning ichida mavjud. One page bir safa ko'rinsin, ikki safa two page ko'rasiz, xat soyzini kichik qilasiz, katta qilasiz, berga bor. Typing olish bilan shuni bitta keladi. Bilkul ko'rasiz, auto typing. Pas agar ustiga editing qilaman desangiz, autoga qo'ying. Ana ham qarang. Ustiga veroyish beraman desangiz, bergan tikmorlari bor, qilsangiz bizdagi bo'laman. Agar yo'qdesangiz yo'q. Track change degan o'qiganimiz file plus qilmaysiz. Comment momenti bo'lsa, ko'rinsin, ko'rinmasin kommentlarga o'qidi, kommentni bizdagi foynali ko'rinsin, original comment bersangiz, faqat pas close qilamiz, shu chingani close. Agar safa internetdan qilsa qaysiga qo'yadi? Drava mesiyatni outline ku o'qib, paragrafni yo'lga borib ko'ring, o'sha agar outline qo'yaman desam qaysiga qo'yadi? Outline ga qo'yadi. O'qigani qilib outline shaklga bizdagi ochadiki bir Windows ichiga necha narsa o'qiladi, rekord ichiga mavjud borib ko'rib, shunga o'qiydi. Drop Word için ko'rsatadi. Ya'ni Wordga bir olish bilan menga safani o'zi ayting. Safa A4 emas. Bir A4 so'z ko'rsatdim, yo boshqa narsani ko'rsatdim. Bir A4. Mana qarang, men xatkashni uyi qiling. Qarang, sizda A4 az 1 santimetrdan shuruqqa to 20 metr qancha inchga nima, 1 inchdan to 7-8 inchgacha ekan. Bir kurs ko'rsatadi. Matlabi bu bizlarning safamiz o'zini. Ziyofa ko'rsatmaydi. Word ichiga qancha imkoniyati bor. Drapga qo'ying. Qanchaki bizlarga baqara imkoni safani bo'lgan joyish ko'rasiz. Lekin men tayin qilaman chopga loyiq shunchalik. Shuncha varaqqa loyiq tayin qilaman. Mabaqaga safani men sozini katta qilsam, shaqarib shuncha katta bo'ladi Word ichiga. Ko'rdingiz matlabi hadafini. Drap faqat komilan safani Wordni go'njoyishimizdagi ko'rsatadi. Print layout chop. Xatkash titirmoq. Xo'p, grid line emas, sizga aytdim, grid line qarang, buchingam bor, bergan bor, matlabi shu joyga bor, dizayningiz uchun darkat etgan, move qilmoqlikka grid line deb yo'qlaydi. Xo'p, navigation pan bu joy. Navigation panni bizlar home tabga find ga o'qib edinglar. Masalan, find ga men klik qilsam, berga ochilib keladi. Masalan, men xohlayman Eron, Afg'oniston, yo shuning ichida men xohlayman yo vaqayani menga top qirqirga mavjudligi bizdagi bu ko'rsatadi. Ko'rasiz, berga bor bu safaga qaysini safasini mutobiq qarang, bir yo'ldan qancha joyga har joyga bo'lsa, birga bizlarga search qilib ko'rsatadi. Ya'ni find matlabi shu, topadi. Tezlik bilan. O'shani bizlarga 2-3 joyga o'qidik, o'sha view-ni ichiga banam navigation pan deydi. Say, zoom. Zoomni qaraganaga bergan bor. 80%, 100% klik qiling, avtomatik lekin zoom matlabi ko'zingiz uchun. Olib bil farz men 200 ga qo'ydim, o'key qildim. Xatlar shuncha katta, olib safaga shuncha chiqadi. O'sha A4, o'sha yozda so'ysiz. Katta chiqmaydi. Yo 100 ga qo'ysam, 100 ga. Zoomga klik qilsam, yana o'sha joy ochiladi, chunki shu yerdan ham ochiladi bizlarga. 270 page width. Page width yo text width bergan boshdan farqini biling. Matlab ziyofa ko'r emas. Page width ga qo'ysam, meni safam olib qarang, men agar 100% ga shular qo'ymay qo'ygan emasman. Balki 100% ga qo'ygan. Agar 100% ga qo'ysangiz, matlabi bu bo'ladiki, sizning safangiz soyzi shuncha ko'rinadi, lekin vaqt joyga xoliga olan boqaring, muncha joy bizdagi xoliga olsa ham bor. Qarang, matlabi agar siz 100% ga qo'ysiz shu, one page ga nima, keling zoomni ichiga. Agar page width ga safamni qarang, bari to qayergacha bora oladi, qarab o'qing. Ya'ni safani imkoniyoticha sizga katta bo'ladi. Safani bari buchinga kelsin, baqqi ham buchinga. Agar borib siz xohlaysiz text width, uni qarang, ro'laringizni bir avval view qiling. Ro'larni view qiling, xat qayerdan bitiradi xatkashingizga. Xatkashni bitir. Ko'rasiz, text qayerdan bitilibdi bizlarga. Agar men zoomga borib text widthga qo'yay, xat bitilayotgan joygacha baraman. Text widthga qo'yasiz, ne? Xo'p, agar men qo'ysam whole page pura safani menga ko'rsat faqat. Kichik matn pura safa shunday ko'rinadi. Necha fisat bo'lar ekan, menga fisatni kamsaysa o'sha gap bo'ladi. Fisat ko'paytirilgan o'sha gap bo'ladi. Ya'ni matlabi shu. O'zi fisatni o'tmot ko'paytiraman. Qarang, page width bergan bor, page 2 pages, 2 safhada 2 safani loyig'ini ko'rsatadi, one page 1 safaga ko'rsatadi. O'sha gaplar shu yergan bor.
P'ga mani pages. Menga Wordga imkoni bor, necha safhagacha men ko'ra olaman? 4 zarb 10 qancha bo'ladi? 40 safha. Okey qiling. Imkon. Lekin chopga har qaysi bir referensiya. Chunki tanimiz men izlab print o'qigan emas, biz buni kichik qilib chiqarib qo'yamiz. Lekin hozir saytasiz men shuni hammasini bir safhaga chiqarib desangiz, yo, har qaysi bir refer, lekin ko'zimizga ko'rinadi, shunchaki kichik ko'rinadi. Yo, degan farq ham bormi? Yo, naql uchun nima? Chopgayna o'zi bir refer. Bir ko'zingiz uchun deynaman. O'sha mana shuni nima farqi bor? Bir ko'zga ko'rinar uchun. Xo'p, mana pejdan bilsam buni ham. Ya beg'arazam o'zi soyzini bedan pisadigan. Masalan, men xohlayman 1 pisat. Yangi akam 1 pisadigan deyni qarang. O'ndan pas bo'lmaydi. Degan bundan pas bo'lmaydi. Izofa qilib ketamiz. 60, 70, 80, 100 gacha. Ya 200, 300 ta oxiri qanchagacha bor ekan bizlarga? 500 gacha. Say, unda. Xo'p, xulosa o'sha zoomni matlabi shu edi. Windowni borasiga gaplasam, shu bilan menga bir window ochiqini ko'rasiz. Men xohlayman shuni birta so'raydik, shu joy-joy shuni kopiyasini olish, shu safhani ikkita bo'lsin. Qayerga boray? New window. Nechta bo'ldi? Bir window, ikki window. Ikkovi ham bir narsadan ikki window. Ko'rasiz, nima raqam nima ish qilyapti? Bir narsadan o'zidan ikki window. Xo'p, all range menga birtada ikkovi menga ko'rinsin. Ikkovi ham ko'rindi topsiz. Vaqti all range-ga ko'rdi, sonra bu faol bo'ladi. Site by site. Bu tarafga ko'rinsin. Mana shuni ichiga emas qo'y. Kichikroq bo'lgan narsa ko'zga bunday ko'rinadi. Shuni ichiga. Qarang, site by site. Yo aytasizki menga reset pas avvalgi holatiga kelib positionda, yo xohlaysizki menga pas mundoliga bo'lsin. Xulosa ana shu yerdan ko'radi. Site by site bu taraf, site by sitedan borib checkdan ko'tarsangiz, aytasiz bir raqam. Agar bu tikmartadagi tikmar kabeldan scroll bo'lsin deysiz, qarang. Qayerga qo'ygan tikmar? Bu o'shani qilaman shu. Agar buni tikmarni ko'taring, scrolling bir tasvir bilan unisi bo'lmaydi. Gapi bir sizni voqeani muqoyisa qilaringiz uchun. Bu emas, kabelga bir shakl bu o'yinda. Agar ikki narsani ochib qo'ysangiz, shuni bo'ladi. Ikkita different. Xo'p, Word'da split qilamiz, mana splitlar button bora bergan. Men sizga aytaman, split button qashlang, ikkita bo'ldi. Tadakisi o'sha gapini qarang. Shu narsa balankida, buni ham editing qilib ketavering, balankisi degan narsa. Scrollingni bir qilib qo'ying. Ularni scrolling bo'lmaydi. Agar splitni remove qilamiz, pastni remove qiling. Nima foydasi bor taqsimini sir? Balanga ko'rib to'tayvalarni kichik qayzoqa. Word'ni birinchidan ikki taqsim qilasiz, bir safar. Lekin ikkalasiga o'sha narsa sizlarga mavjud bo'ladi. Say bildingizmi? Xo'p, mana bu bildiz switch to va g'ayrasini ham keling close qilib o'tasin. Menga necha dokument ochish bilan? Bitta. Switch to'dan matlabi bitta meni xush bilan ikkita dokumentni ochib, qarang newdan borib yana bittaga ketadi. Nechta bo'ldi shu bilan menga? Ikkita. Men narxini olaman desa, Windows XP lagamda ikkovi qaror. Yo, buni bunga kelib bundoq qilsangiz ham bittasi, bundoq qilsangiz degasi. Beg'ayrazi vini ichiga ham kelsangiz, switch to, tadakisi, switch to, balans. Qaysini keyin qilyapsiz qiling. Uchta bo'lsa, bilasam sizlarga qator ko'radi. Say bo'ldi. Bizdan tabiiy vini shkafiya bir ko'zga ko'rinadi vini manzara. Nega bizlarga qoldi Kabuman Macro va bizlarga custom ribbon nima ish qiladi? Buni bor aka save as va g'ayralar uchun chiqish fayl ham bor va save optionini ichida yerdan bayon qilamiz. Macro